aytavering, qaysidan boshlaymiz? Artel 3 yil servis garantiyasi bor, 9 talik. Bu konditsionerimiz kichkina ixcham uylarga moslashtirilgan bo'lib, 4 million tan narxi. 4 million tan narxi. 3 yil servis garantiyasi bor. Siz buni 1 yilga bir yilga, ya'ni 12 oyga olsangiz, birinchi oylik to'lovingiz 448 mingdan boshlanib, 439 ming, 429 ming har oy pasayib ketadi. Shunda sizga oxirgi to'lovingiz 342 ming bilan kreditingiz yopiladi. Sizga 1 yilda foizi bilan 12 oyga tushatirgan jami narxi 4 million 750 mingga tushadi. 4 millionga 750 ming qo'shiladi. Dastavka Endi bundan farqli o'raroq qaysi Samsunglar bormi bu yerda? Samsunglar LG bor. LG bor. Samsunglar bir xil yuradi. Samsungdan yaxshi sifatliroq mana LG invertor motor past tokka ishlaydi 12 talik. Bu qora konditsionerimiz. Bunda Wi-Fi da yoqsiz bo'ladi. Internetlari moslashgan invertor motor past tokka ishlaydi. Artellarda 18 taligini bu LG 12 talik bajaradi. 12 talik bajaradi. Bunimizda narxi, tan narxi 8 million 200 tan narxi. 8 million 200. Buni siz 3 yilga aytganimdek 8 million o'tib ketsa 3 yil mobaynida to'lash muddatiga ega bo'lasiz. Birinchi oylik to'lovingiz 920 mingdan boshlanib har oy tushib ketadi. Buni siz 1 yillik grafikini aytmoqchiman. Xo'p, oxirgi to'lovingiz 703 mingda to'xtaydi. Shunda sizga 1 yilga 18% bilan 9 million 739 mingga tushadi. 9 million 1 yilda foiz 1 yilda. 3 yilga olsangiz bundan arzon tushadi, lekin foiz qo'shiladi. Xo'p, mana bunda Avalon bu 12 taligi. 12 Bu ham siz konditsionerimizdan bo'lib, uzun zallarga ham bemalol qo'shib bo'ladi. Avalon bu ham invertor past. Qaysi davlatda ishlab chiqarilgan bu? Turkiya. Turkiya brendida ishlab chiqarilgan. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Buni narximiz 6 million turistdan narxi. 1 yilda 18% qo'shiladi. Xo'p, mana bular qaysiniz? Hyundai, bular hammasi Xitoy, Xitoydagi. Xitoyda ishlab chiqarilgan, bular hammasi 12 talik. Xitoyda ham bilasiz ishlab chiqarish kuchli. Xo'p, Hyundai mana bularimiz 5 million 850 ming tan narxi. 5 million 850 ming. Buni ham 1 yilga beramiz. Xolis 2 yillik qilishingiz ham mumkin. 5 million o'tkazilganiga siz har oy pasayib ketadi. Narxlar ko'rsatib qo'yilgan, har oy pasayib ketadi. 5 millionga o'tib turgan bo'lsa, yanada foizi oshishi mumkin. Mana qaysimiz mana bular 5 million 400 tan narxi. Buni ham 2 yilga olsangiz bo'ladi, 12 talik. Buni ham xo'p, o'rtacha uylarga qo'ysangiz bo'ladi. Mana 2 xonali kichkina uylarga qo'ysangiz bo'ladi. Sovutishlari ham, isitishlari ham rosa zo'r bo'lgan. Xo'p, mana bu greylarimiz ham Xitoyda eng baland ishlab chiqarishning biri turadi, greylar. Bu ham LG Samsunglardan keyingi o'rinda turadi. Bu 6 million tan narxi, 12 talik. Raqobatdosh kompaniyalardan bittasi. Bu greylarimiz yaxshi ishlaganligi sababli konditsionerlari ko'p chiqyapti. 7 million 200 ming tan narxi. Bu konditsionerlarimiz ham ikki xil, invertor motorli, invertor motorsiz, ya'ni past tokka ishlaydigani bor, ya'ni oddiysi bor. Bekorga narxni ikkita yopishtirib qo'ymaganmiz. Bu konditsionerlarimiz invertor motorsizligi ham bor. Shuning uchun narxlar ikkita. Aristonlarimiz qancha bo'lyapti hozirgi kunda? Royal bu aristonlarimiz 1,5 million tan narxi 100 taligi bor. Aristonlarni metriga qarab bo'linadi. Bu 100 talik aristonlarimiz ham oshxonaga, ham banyaga qo'ysiz bo'ladi. Banyaga qo'ysiz bo'ladi. 3 yil servis garantiyasi bor. Royal O'zbekistonniki. Xo'p, 1,5 million tan narxi, bunga 1 yilda 18% qo'shiladi. Bu degani 1 yilda 187 ming qo'shiladi degani. Bunda birinchi oylik to'lovingiz 168 ming bilan boshlanib, keyingilari 164, 161, 157 har oy pasayib ketadi. Oxirgi to'lovingiz 128 ming bilan to'xtaydi. Shunda sizga 1 yilda foizi bilan 1 million 781 mingga tushadi. Xolos siz buni 3 oyda yo 6 oyda turib ketsangiz, foiz kamayadi, 18% kamayadi. Hozir bu 1 yilda qancha to'kish qilyapti? 1 yilda 471,6 kilovat yeydi. 1 yilda. 1 yilda. Bunisi-chi mana qaysi kompaniya? Bunisi Royal, bu ham Royal. O'zimiz ishlab chiqargan 3 yil servis garantiyasi bor. Seriya rangi. Oqdan seriyadan qimmat yuradi. Bu 1 million 450 ming 80 litrligi. 80 litrlik. Siz buni ham oshxonaga, ham banyaga qo'ysangiz bo'ladi. 1 million 450 ming tan narxi. Buni siz 1 yilga olsangiz, birinchi oylik to'lovingiz 162 ming, 159 ming, 155 ming har oy pasayib ketib, oxirgi to'lovingiz 124 ming bilan yopiladi. Shunda sizga 1 yilda bu foizi bilan 1 million 722 mingga tushadi.
Bu vitechlar. Bu ham 80 litrli. Royal bu vitechlar, bu turetskiy. Bular 1.380.000. Royaldan farqi shundaki, bu faqat chet elda ishlab chiqarilgan, bu o'zimizniki. Bu ham 80 litrli, bu ham 80 litrli, oq va sariq. Shunaqalarda. Bular-chi, bular kichikroqmi bular? Bu 30 litrligi. Buni oshxonaga qo'ysiz bo'ladi, ichda yumashga ishlatsangiz bo'ladi. Ha, bu 1.60.000 dan narxi. Buni 1 yilga olsangiz, birinchi oylik to'lovingiz 118.000, 116.000 har oy pasayib ketadi. Bunga oxirgi to'lovingiz 90.000 bilan yopiladi. Shunda 1 yilga sizga foiz bilan tushayotgan narxi 1.258.000 ga tushadi. Bu vitech 50 litrligi. Buni banyaga ishlatsangiz ham bo'ladi. Kichkina banyalarga 50 litrligilarimiz ham yaxshi. Xo'p, bu gorizontal ishlangan bo'lib, vitech turetskiy 990.000 dan narxi. 990. Garantiyalari bor-ku? Garantiyalari bor. 1 yil servis garantiya, royallarga 3 yil servis garantiya. Bu ham royal 30 litrligi 1.200.000 dan narxi. Bular klassik yo'nalishda ishlaydi. Kalarimiz har xil kompaniyalardan keltirilgan Artel 3 yil servis garantiyasi bor. Mana bularni motori katta, ham turishi ham katta motorlariga qarab bo'linadi. Ikki motorlilar, bular xonadagi hidni, masalan, oshxonadagi hidni batamom o'ziga tortib oladi. 1.780.000 dan narxi. Xo'p, shunda 1 yilga 18% qo'shiladi. Bu degani 1 yilda 187.000 qo'shiladi. Birinchi oylik to'lovingiz 199.000, 195.000, 191.000 har oy pasayib ketadi narx to'lov narxlari. Birinchi oxirgi to'lovingiz 152.000 bilan kreditingiz yopiladi. Xo'p, mana bular mana 2 motorlilar 1.80.000. Bu vitechniki, bu Artel, bu turetskiy, qalin shishali oynadan qilingan. Kichikroq ekan. Kichikroq, ha. Bu mana svitlarigacha bor, knopkalari bor. 1.80.000 dan narxi. Bunga ham 1 yilda 18% qo'shiladi. Birinchi oylik to'lovingiz 121.000 dan boshlanadi. Bunisi-chi? Bu vitechlar Turkiyada ishlab chiqarilgan. Bu korechnoviy, ikkita svetli, 1.80.000 bir xil bu bilan. Faqat modelida farq bor. Bu kattaroq, qanaqami? Bu kattaroq, bir motorli 550.000 dan narxi. Buni arzonligi sabab bir motorli. Xonadagi bir motorli hidlar, xonadagi hidni unchalik o'ziga tortmaydi, lekin bu ham yaxshi. Batamom o'ziga tortadi. 550. Bular-chi, bular? Bu Siemens gaz plitalarimiz. Bular gaz plitalari, bular Turkiyada ishlab chiqarilgan. Bir qavat oynali, ranglari korechniy. Mana bu gaz plitamizga mana rosa tushadi. Sveti bir xil ekan. Sveti rosa tushadi. Xo'p, bu bitta tokka 3 ta gazga ishlaydi. Xo'p, mana bu temiri ham, mana laklangan, cho'yandan nimasi. Bu gurgutga ham, spichkasi yo'q, mana. Mana duxovkalari ham zo'r ishlaydi. Oddiy bo'lgani bilan tepasi gazga, pasti ham tepasi gazga, past tokka ishlaydi buni. Ikkita patnisi bor. Grill qilayotgan joyi bo'lmasa ham, lekin bir xilga gaz pelletlarimiz ham yaxshilar sifatlaridan bittasi. Bunisi qanaqa bu? Bu 6 komfortligimiz, mebelli, kuxonniy gaz plitalar bo'lib, oynasi 2 qavat buni, oynasi 2 qavat ishlangan. Xo'p, bu 4 ta gaz, mana 2 ta tokdan iborat. Xo'p, buni 2 ta tokdan 4 ta gazdan qilganimiz sababli bu kichkina stolovoylarga, katta xo'jaliklarga rosa zo'r bo'ladi. Buni mana ishlagichlari ham ko'p, mana spichkasi o'zi bilan mana gurgutga yonmaydi. Bularning ko'pligi sabab 6 tasi bilan ham tokka, ham duxovkalari birga qo'yilgan. Mana bu duxovkamiz ham rosa katta, 2 qavatli, mana patnislari ham juda katta. Katta patnislari katta. Bemalol 100 ta, 150 ta zakazlarga ham olsa bo'ladi. Mana bunimiz ham grill qiladi. Grill qilayotgan joylargacha bor. Grill qiladi. 3 ta 4 ta grilllarga ham qiladi. Narxi qancha buni? Buni narxi 5.950.000 dan narxi. Bunga 5.950.000 dan narxi. 1 yilga 18% qo'shiladi. Siz buni 2 yilda to'lasiz ham bo'ladi. Buni 1 yillik grafikini aytib o'tmoqchiman. Birinchi oylik to'lovingiz 667.000 dan boshlanib, keyingi esa 653.000, 639.000, 624.000 har oy pasayib ketadi. Oxirgi to'lovingiz 510.000 bilan kreditingiz yopiladi. Shunda sizga 1 yilda foizi bilan 7.066.000 tushadi.
Artel o'zimizda ishlab chiqarilgan 300 garantiyasi bor, 960 ming. Modeli juda ham chiroyli ishlangan. Chiroyli ishlangan ekan. Bir qavat oynali. Bunda patnisimiz ikkitali, ham dumaloq, ham to'rtburchak patnisdan iborat. Spiral M. M spirallar juda ham yaxshi pishirilgan. Shunda ventilyator sifatlarigacha bor ichida. Mana modellarini qarang, buratuvchilari ham o'zi chiroyli bo'lib, молочный svet. Xo'p, bu 960 mingdan narxi 1 yilga sizga foizi 18% qo'shiladi. Kerak bo'ladi hujjatlardan 1 yillik ish haqi, pasport kopiya, oldindan to'lovi bor. Oldindan to'lovi birinchi oylik to'lov 107 ming, 105 ming, 103 ming har oy pasayib ketib, oxirgi to'lovi 82 mingda to'xtaydi. Shunda sizga 1 yilda jami 1 million 140 ga tushadi. Mana xizmatlardan duxovkalarimiz Turkiyada ishlab chiqarilgan, oynasi 2 qavat aka. Bunda mana grill qilayotgan joylargacha bor. Patnisi ham 2 qavat. Bitta dumaloq, bitta to'rtburchak. Mana bunaqa reshetkali patnislar xromlangan. Ventilyator, mana ventilyatorlari svitlarigacha bor, spirali M. Buni siz misol uchun issiman duxovkalarimiz farqi shundaki, duxovkalarimiz og'zini mana bunday ochgan holatda sovish xususiyatiga ega. Bu duxovkamizda mana bunday eshigini yopib qo'ysangiz ham o'zimiz sovish xususiyatiga ega. Issiqlik tashqariga chiqib ketmaydi. Shunda sizga biskvitlaringizni, misol uchun pishiriqlaringizni kuydirmaslik xususiyatiga ham ega, ham tepasini ham pastini ham bir xil pishiradi. Mana xizmatlarimizda mana modellari buni narxi 1,5 million, tan narxi. 1,5 million. Tan narxi 1,5 million. Xo'p, bunga 1 yilda 18% qo'shiladi. Birinchi oylik to'lovingiz 168 ming, keyingi oylik to'lovingiz 164 ming, undan keyingi oylik to'lov 161 ming har oy pasayib ketib, oxirgi to'lovingiz 128 mingga to'xtaydi. Shunda sizga 1 yilda foizi bilan 1 million 781 mingga tushadi. Bu so'q vijinalkalarimiz Artel ishlab chiqarilgan. Artel 308 garantiyasi bor, ham sensorga ishlaydi, ham kumuqqa ishlaydi. Privatnomli saqlash marka. Buni ichida funksiyalari shundan iboratki, bekorga privatnom emas. Bu saqlash markalari, мясорубкасы, blenderi ham ichida. Shuning uchun privatnom. Buning tan narxi 1 million 150 ming. Tan narxi 1 yilga olsangiz, birinchi oylik to'lovingiz 129 ming, 126 ming, 123 ming har oy pasayib ketadi. Bu 1 yillik grafik. Oxirgi to'lovingiz 98 ming bilan kredit yopiladi. Shunda sizga 1 yilga foizi bilan 1 million 365 mingga tushadi. Buni siz 3 oyda yo 6 oyda 9 oyda o'sib ketishingiz ham mumkin. Ishlashlari yaxshi. Bular-chi mana. Blender mana. Blenderlarimiz bu mana Shivaki Yaponiya mahsuloti, zborkani artelgan. Detallari Yaponiyadan keltirilgan, funksiyalari bu ikkita tishli juda ham zo'r parchalar, juda ham zo'r maydalash xususiyatiga ega. Mana buni qo'shimchasi ham bor. Bu Artel mana o'zimizda ishlab chiqarilgan tishlar blenderlarimiz. Narxi mana 610 ming, tanlari ikkalasiniki 610 ming. Buni to'lovlari rosa ham pastda, 68 ming, 66 ming bitta bo'lib pasayib ketaveradi. Keyin kredit magazinimizda 1 million pastda savdo qilinadi. 1 millionga yetkazish kerak. Shivaki Yaponiya mahsuloti zborkasini artelgani bu 900 ming tan narxi. Bu to'q tashlaydi. Bunda bemalol go'shtlarda, mana me'da go'shtlarda, bolgarlarda chiqarsa bo'ladi. Hammaligilari bor ichida. Hamma funksiyalari, qo'shimchalargacha bor ichida aka. Bu 900 ming tan narxi. 1 yilda shunga 18% qo'shilsa, birinchi oylik to'lovingiz 100 mingdan boshlanib, keyingisi 98, 96, 94 har oy pasayib ketib, oxirgi to'lovingiz 77 mingda to'xtaysiz. 1 yilda sizga shunda 1 million 68 mingga tushadi. Mana bunisi ham bu ham Shivaki. Bu Shivaki, mana bu bilan farqi shundaki, xo'p, buni ishlab chiqarganda mana misol uchun modellarida farq bor, mana kattaligida kompaniyalarda оборотida ham bo'lishi mumkin bular. Tezroq. Mana katta, mana ko'p ashnaqalarda farq bor. Buni qancha narx? Buni narxi 1 million, tan narxi. 1 million tan narxi. Buni ham 1 yilga beramiz. Mana mega
Turkiyada ishlab chiqarilgan 750 ming tonna. Birinchi oylik to'lovi 84 ming, 82 ming, 80 ming, har oy pasayib ketib, oxirgi to'lovi 64 mingda to'xtaydi. Sizga shunda bir yilda 890 mingga tushadi. Mana bu mesorobkamiz eng zo'ri bo'lib, bunda funksiyalar mana ko'ryapsiz, neda tishlari me'da ishlari kattaroq ekan keyin. Ha, me'dalari yaxshi aniqa qiladi, yaxshi ishlov beradi. 1.310 ming tonna. Qayerdaki bu kompaniya? Bu Mega Turkiyada ishlab chiqarilgan. Bir yilda birinchi oylik to'lovi 146 ming, 143 ming. Bu bir yillik grafika. Oxirgi to'lovi 112 mingda to'xtaydi. Shunda sizga bir yilda tushadigan foizi bilan narxi 1.555 ming tushadi. Mana Shivaki. Bu mikrovolnovkalarimiz mana Shivaki Yaponiya mahsuloti sborkani avtolig'ada 1.180 ming. Xo'p, bularimiz mana knopkalarda ishlab chiqarishga farq bor bo'lib, ularda bakteriyaga zashtasi bor. Biokeramikalar. Misol uchun siz fast food taomlarni istasiz, mana hot-dog, gamburgerlar istasiz. Buni ichiga solganingizdan keyin buni ichidagi zararli narsalarni mana biokeramikali zashtasi bor, mana bakteriyaga mana shu yoqib qoladi. Sizga zararsizlantirib beradi. Hot-dog, gamburgerlar istasiz, ichidan zararsizlantirib olasiz. Narxi qancha bu? Bu 1.180 ming tonna. Buni 308 korensiyasi bor. Mana bu LG firmasi mikrovolnovkalari ham zo'r qilingan. Mana bu invertor, mana invertor motor. Mana smart diagnostikali haliga aytganimdek. Xo'p. Bunimiz mana bakteriyaga zashtasi bor buni ham. Misol uchun mana hot-dog, gamburger, fast food taomlarda istasiz, ichidagi zararli narsalarni mana bu zashtasiga saqlab qolib, sizga zararsizlantirib beradi. Mana bu ham smart diagnostikali. Xuddi shunday aqlli mikrovolnovkaki. Buni ichida misol uchun asosiy bo'ladigan bo'lsa, usta ko'rish shart emas. Telefoningizda smart diagnostik programmasini o'rnatiladi, shunday almashtirasiz. Telefoningizda bunda bo'ladigan kasallikni telefonda ko'rsa bo'laveradi. O'zingiz shunda ko'rib to'g'rilashingiz mumkin. Narxi qancha buni? Bu